Ukrainalik it NATO bosh kotibini taslim bo'lmaslikka ishontirdi. Oxirgi kunlarda Tojikiston prezidenti atrofida turli mish-mishlar tarqalmoqda. O'zbekistonda 2026-yilda 5 ta yangi avtomobil modeli taqdim qilinadi. Zelenskiy Rossiyaning oylik yo'qotishlarini 50 mingga yetkazishga va'da berdi. Biz hech qachon G'azoda bolalarni o'ldirmaganmiz. Bu antisemitik propaganda. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Oxirgi kunlarda Tojikiston prezidenti atrofida turli mish-mishlar tarqalmoqda. Deyarli har kuni televideniyada ko'rinish berib turadigan Peshvoyi millat 28-yanvardan beri umuman ko'rinmay qolgani uchun ayrim ommaviy axborot vositalari uning ahvoli og'irlashgani, hokimiyat Kichik Rahmonga o'tayotgani haqida yozishgan edi. Biroq mish-mishlar xato bo'lib chiqdi. Emomali Rahmon kecha Osiyo infratuzilma investitsiya vakili bilan uchrashdi. Emomali Rahmon sog'-salomat. Ukrainalik it NATO bosh kotibini taslim bo'lmaslikka ishontirdi. Men Petroning itning laqabi ko'zlariga qaradim va u menga aytdiki, biz hech qachon taslim bo'lmaymiz degan Mark Ryutte Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi chiqishida. Ma'lumot uchun Ryutte fevral boshida Chernigov viloyatida patron bilan uchrashgan. Patron Jack Russell Terrier zotidagi it bo'lib, Ukraina fuqarolarini himoya qilish xizmatining mayori Mixail Ilevga tegishli. Biz hech qachon G'azoda bolalarni o'ldirmaganmiz. Bu antisemitik propaganda. Bu da'vo G'azoda Isroil zarbalari oqibatida bolalar halok bo'lgani haqidagi ko'plab ma'lumotlarga zid keladi. Xususan, UNICEF 2025-yil may oyida G'azo sektorida 50 mingdan ortiq bola o'ldirilgani yoki yaralanganini tasdiqlaganini ma'lum qilgan edi. Xalqaro ommaviy axborot vositalar va G'azo tibbiy xizmatlar hisobotlarida ham halok bo'lganlar orasida bolalar borligi, jumladan avia zarbalar oqibatida bolalar o'limi holatlari muntazam qayd etib kelinmoqda. O'zbekistonda 2026-yilda 5 ta yangi avtomobil modeli taqdim qilinadi. O'zavtosanoat rahbari Ulug'bek Ro'ziqulovning ma'lum qilishicha, Jizzaxdagi BYD zavodida BYD Yuan Up modeli ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, 2026-yilda yana 5 ta yangi model taqdim etilishi rejalashtirilgan. Ular orasida yangilangan Damas, Traverse, Captiva va yangi Kia modeli bor. Ukraina sobiq energetika vaziri mamlakatdan chiqib ketishga uringan payt qo'lga olindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, German Gelushenko mamlakat hududini poyezd bilan tark etayotganida to'xtatib qolingan. Chegarachilarda Galushenko chegarani kesib o'tishga uringan taqdirda Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi va maxsus korrupsiyaga qarshi prokuraturani xabardor qilish topshirig'i bo'lgan. O'rikzor bozorida haydovchilar janjal ko'tardi. Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi va bir guruh shaxslar o'rtasidagi janjal aks etgan video tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. 14-fevral kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi holat bo'yicha izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi O'rikzor bozori hududida Yusuf Sakkokiy mahallasida sodir bo'lgan. Isuzu rusumli mashina haydovchisi yuk tushirib chiqayotgan vaqtida yo'lning qatnov qismida arava yetaklab kelayotgan shaxsga signal chalgan. Haydovchining aytishicha, u ham yo'l berishni so'ragan. Oqibatda o'rtada kelishmovchilik kelib chiqqan. Shundan so'ng arava yetaklagan shaxs telefon orqali yaqinlarini chaqirgan. Oradan ko'p o'tmay bir necha kishi kelib janjal kuchaygan. Mojaro vaqtida haydovchi qo'liga tushgan montirovka bilan urganini, keyin esa unga bir necha kishi tomonidan tosh otilganini bildirgan va qilgan ishidan pushaymon ekanini aytib uzr so'ragan. Arava yetaklagan shaxs ham haydovchi bilan tortishuv bo'lganini, keyin yaqinlarini chaqirgani va janjal kattalashib ketganini tan olgan. Bundan pushaymonligini qayta takrorlanmasligini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tuman ichki ishlar organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha ishtirokchilarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi ma'lum qilingan. Zelenskiy Rossiyaning oylik yo'qotishlarini 50 mingga yetkazishga va'da berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi oldiga har oy kamida 50 ming nafar rossiyalik harbiyni yo'q qilish vazifasi qo'yilganini ma'lum qildi. Bu haqda u 14-fevral kuni Myunxen xavfsizlik konferensiyasida nutqida so'z ochdi. Uning aytishicha, bu ko'rsatkich zamonaviy Rossiya qurolli kuchlarining yirik harbiy korpusi yoki kichik umumqo'shin armiyasi soniga teng. Armiyamizning vazifasi aniq, imkon qadar ko'proq rossiyalik bosqinchilarni yo'q qilish, maqsad ham konkret.
paket, oyiga kamida 50 ming kishi. Ishonchim komilki, hatto Rossiya uchun ham bu jiddiy bo'ladi, deydi Zelenskiy. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2025-yil dekabr oyida Ukraina qurolli kuchlari 35 ming nafar rossiyalik harbiyni o'ldirgan yoki og'ir yaralagan. Joriy yilning yanvar oyida esa Rossiya qo'shinlarining hujumlarini intensivligini pasaygani sababli ularni qaytarib bo'lmas yo'qotishlari 30 ming kishigacha tushgan. Zelenskiy shuningdek, Rossiya Donetsk yo'nalishida egallagan har bir kilometr yer uchun 156 nafar askar hayoti bilan to'layotganini ta'kidlagan. Washingtondagi Center of Strategic and International Studies baholariga ko'ra, o'tgan yil oxiriga kelib Rossiya qurolli kuchlarining umumiy yo'qotishlari 1,198 million kishiga yetgan. Shunda 325 ming nafari halok bo'lgan. Faqat 2025-yilning o'zida halok bo'lgan va yaralanganlar soni 425 ming kishini tashkil etib, o'rtacha oyiga 35 ming atrofida bo'lgan. Qishda keskin oshgan va bunday katta yo'qotishlarga qaramasdan Rossiya sezilarli strategik siljishga erisha olmagan. Bloomberg manbalarining qayd etishicha, hozirgi suratda Rossiya generallariga butun Donbassni egallash uchun qariyb 2 yil vaqt kerak bo'ladi.